Hamma sohada Xitoy Yevropeyistlarni mazasini qochirdi. Bu kesadigan apparat, polar deyiladi. Xuddi o'sha daryoda ko'rganimizdek mana bitta qog'oz qo'yadi, bu yerda vibratsiya berib taxlatadi, bu yerda kesib, yana tayyorani bu yoqqa qo'yadi, tushirib beradi. Full olingan. Endi yevroda menimcha shu olib kelishlari 100 ming yevro bo'lsa kerak, vallohu alam. 100 ming. Shunaqa. Bizda yaxshi sherigimiz bor, Suhrob aka, ular yaxshi apparatni yaxshi holatda topadilar. Yangi olmaganmiz, lekin yangidan yaxshi holatda turganini olganmiz. Ozgina ishlatilgan. Chunki Yevropada ham o'zi krizis vaqti bo'ldi-da, ular ko'p tipografiyali ishlolmadi. Xitoy mazasini qochirdi. Sal qo'polroq gapim bor ham. Otang bozor, onang bozor deydi-yu, masalan, bozorga borsangiz, otang bozor, onang bozor degan gap bor. Hamma ishingiz shu bozorda bitadi-da. Xitoy shunaqa bo'lib qoldi. Otang Xitoy, onang Xitoy bo'lib qoldi. Hamma sohada Xitoy Yevropeyistlarni mazasini qochirdi. Qanaqa mazasini qochirdi? Endi bular mashina deylik 100 mingga tushsa, ular 30 mingga qilib beryaptimi, 40 mingga qilib beryapti. To'g'ri, sifat hech bunaqa bo'lmasligi mumkin, lekin kechirasiz, byudjet variantlarga endi rivojlanib kelayotgan davlatlarga bo'ladi-da, ovoradi. Bizga o'xshagan. Hindiston oladi, bizda Turkiya ham yaxshi oladi kerak bo'lsa. Lekin biz bunga o'rganganimiz uchun bizani anaqa sherigimiz yo'q, mana shu polar olamiz deb shunda anaqa qat'iy turishgan va shuni olganmiz.